Bugun Kimyo texnologiya institutida birga bir ramziy daraxt ekish uchun keldik. Bog'da xato qilib bo'lmaydi. Bog'da daraxtni ko'kartirishga shuning uchun juda jiddiy e'tibor berib kelgan ota-bobolarimiz odatda mevali daraxtlarni erta bahorda ekishgan. Kuzda ekilganda yaxshi tomoni qishdagi qor, yomg'ir suvlaridan yaxshi foydalanadi, ko'karish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Masalan deylik, Xorazm, Qoraqalpog'iston daraxtni kovlangan chuquriga suv to'ldirib qo'yadi-da, tuzni pastga bosish uchun, tuzni yuvish uchun. Bizda bu yerlar sho'r emas, shuning uchun ekib bo'lgandan keyin ustiga suv quyilsa yaxshiroq bo'lardi. Devor daraxtlardan suv bo'lsa bo'ldi. Juda tez o'sganligi sababli chinordan ham baland bo'lib ketadi ba'zida. Juda chiroyli gullaydi. Bu gullaganda aytish mumkin, boshqa daraxtlar dam oladi. Rahmat, tabiatga e'tibor. Rahmat.